Kim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kechasi tushida ko'rishlikni xohlaydi? Salaflarning tajribasi bor. Kim payshanba kuni kechasi, bu degani juma oqshom. Payshanba kuni quyosh botishligiga kechasi u juma oqshomi bo'ladi. Ana shu kuni Kavsar surasini 1000 marta o'qib yotsa, uxlasa, ixlos qiladigan bo'lsa, muhabbat qiladigan bo'lsa Rasulullohni ko'radi tushida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kim meni tushida ko'rsa, haq meni ko'ribdi, meni qiyofamga shayton kira olmaydi" deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kim meni tushida ko'radigan bo'lsa, haq meni ko'ribdi, meni qiyofamga shayton kira olmaydi" deydi. Ammo ulamolarning birlari o'ta qattiq gap aytadilar. Bir kishiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'rmagan, lekin ko'rganman, Rasulullohni ko'rdim deb yolg'on da'vo qilyapti. Juda ko'pchilik bilib bilmasdan gapirib yorishadi, Rasulullohni tushimda ko'rdim, ko'rmadim, yolg'on ham gapirib yorishadi. Ulamolarning birlari aytadi: kim Rasulullohni tushida ko'rmagan, lekin ko'rdim deb yolg'on da'vo qiladigan bo'lsa, Alloh o'sha bandaga Rasulullohni qiyomat kunida ko'rsatmagin deb duoibat qilib yuborishi kerak.